Bo'lganimdan beri mana shu ko'z bilan problema. Chunki vrajlarning astigmatizmi bor edi, -4 edi. Endi yillar davomida o'tib -6,5 bo'ldi. Уже ko'rishga qiynaldim. Endi internetda kuzatib, bitta Samarqand bo'yicha, Toshkent, butun O'zbekiston bo'yicha klinikalarni hammasini bitta tekshirib, qanaqa klinika, nima bor. Bu klinikani Instagramda ko'rib qoldim. Kelganimdan keyin ko'rdim, odam zich. Odam kelib ketyapti. Bitta operatsiyaga kirib chiqyapti, odamlar bilan suhbat qildim. Operatsiya zo'r o'tdi. Keladigan emas. Mana bu Smart Pro deganlar oxirgi model. Mana shu operatsiyasini qildik. Hozir plus ko'ryapti. Zo'rlar yaxshi ko'ryapman, kitob, telefon, hammasi chop. Samый главный pust svetlar bo'ldi. Mahallalari rangini ko'rmaydi. Xuddi bir Chornobyldek bo'lgandek bo'lmaydi. Hozir hammasi svetlar bo'ldi. Klinikaga tavsiya etaman hammangizdan kelishga. Operatsiyasi juda tez o'tadi. 10 minut, 15 minutda o'zi chiqarib olishdi. Oybek akaga особенно rahmat aka, o'zingiz ko'rmasin, o'zingiz zo'r bo'lsin. Mana shunday qiynalgan odamlarni nafasini yengil qilib kelyapsiz. Hammangizga katta rahmat. Sog'lom bo'ling.